Xitoy kommunist tuzumi kishilarning Ramazonda diniy tilovat qilishni cheklash orqali musulmonlarning madaniyati va islom e'tiqodini davomli amaldan qoldirdi. Zimiston to'rining xabar qilishicha, Sharq Turkiston Koruldan kelgan bir hukumat amaldori 2018-yil noyabrda shaharlik hukumat organining rahbari organning oshxonasining tomoq tizimligini o'zgartirishni talab qilib, cho'shqa go'shini yemaklikning asosli tanlashi qilgan. Bu xodim shundan keyin cho'shqa beshining go'shi va putlarini kundalik tomoqqa aylantirgan. Qavoqxona Uyg'ur boshlig'i cho'shqa go'sh pishirishdan bek ansirgan, hatto yig'labmi ketgan. Qandoqli bo'lsin, u darhol xizmatdashini o'zini tekshirishga chaqirgan. Bu ayolning taslim bo'lishidan boshqa amali qolmagan. U yuqoriga arz qilishga petinanmagan. Xitoyning Isroiliya bosh elchisi Dovi Isroiliyaning poytaxti Tel Aviv shahar markazining sirtidagi uyida o'lgan. Isroiliya soqchi bayonotchisi Tel Avivning shimolidagi Herzliyadagi uyida qazo qilgan Dovining o'limi to'g'risida tekshirishning boshlanganligini e'lon qildi. 2-oyning o'ttirlarida Isroiliyaga kelgan Dovining ayoli va o'g'lining uning bilan Isroiliyada emasligini bayon qilgan. Xaritiz gazetining xabariga qaraganda, tunji qarorga asosan uy egilari Dovini uning karvetida bayqagan. Zo'ravonlikning alomatlari dastlabki bosqichda bayqalmagan. Dovi 12 may Yerusalim pochtasi gazetida Xitoyning COVID-19 bilan bo'lgan kurashi va Beijing hukumatining yuqum ahvoli to'g'risidagi so'zli uchurlarni ham bakilaganligini yozdi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning Isroiliyaga sog'an mablag'ini tanqid qilgan Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Beijingning davlat ziyorati jarayonida Wuhan virusi yuqumiga oid uchurlarni yo'shirganligini yana bir qatim bayon qildi. Elchixona yana bu talablarni bema'ni deb tasvirladi. Rasmiy sonliq ma'lumotlarga qaraganda, Xitoyning Wuhan virusining har qaysi joylarga tarqalgan 82947 bemor va 4633 bemor qandoqli bo'lsin, ba'zi talablarga qaraganda Xitoydagi delo soni e'lon qilgandan nechasi ko'p. Changsha shahridagi Davlat mudofaa texnika universitetidan oshkorlangan dokladga qaraganda, Xitoyda virus bilan o'lganlar soni 640 ming bo'lishi mumkin deyilgan. Amerika nashriyat organi tashqi siyosatning ayblashiga qaraganda, dokladda 230 shahardan virus bilan o'lganlar soni 640 mingga yetganligi oshkorlangan. Bu sonliq ma'lumotlar o'xshash bo'lmagan shaharlardagi doktorxonalarning oshkorlagan sonliq materiallardan foydalanib ko'rsatilgan. Xitoy hukumatining oliy tibbiy maslahatchisi va davlatning Wuhan virusiga qarshi kurashining donglik obrazi doktor Jong Nanshan shanba kuni CNN bilan maxsus suhbat ilib berib, alohida bayonot berdi. Nanshan CNNning ziyoratini qabul qilganda Wuhan doiralarining yuqumning dastlabki bosqichida aniq uchur bilan ta'minlanmaganligini bayon qildi. SARS qahramoni deb ataladigan Nanshan yerlik amaldorlar ayni vaqtda rost gap qilishni xohlamadi. Ular dastlabda sukut qildi. Balkim keyin texmo ko'p kishilar yuqumlangan bo'lishi mumkin. Nanshan so'zida yana mundaq dedi. Men aniq bir natijaga erishaolmadim. Shunga davomli so'rab turatdim. Ondan men haqiqiy sonni berishimiz kerak dedim, ular xohlamadi. Iran tashqi ishlar ministri Zarif o'z davlatining Venezuelaga neft toshilishining oldini olmoqchi bo'lyotdi deb Amerika ustidan arz qildi. Iran tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, tashqi ishlar ministri Muhammad Shivat Zarif Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterresga xat yozgan. U xatida mundaq degan: Amerikaning qonunsiz xatarlik va ig'vogarchilik tahdidi xalqaro tinchlik va bexatarlikka tahdid soladigan bir xil dengiz qaroqchisi. Amerika dunyodagi huquqini ishlatishni to'xtatishi va xalqaro qonunning ijro bo'lishiga hurmat qilishi, bo'libmi egiz dengizda toshish erkinligiga hurmat qilish kerak deyilgan.